Assalamualaikum, yuqori obunachilarimiz. Navbatdagi videoda ikimiz Center'da 450 metr kvadrat hovli-joy sotuvga chiqdi. Lokatsiya Mevazor ko'chasi. Obunachilarimiz mulk egasi bilan bemalol bog'lanasini ko'rishingiz mumkin. Ellarimiz asfalt bo'lgan. Yangi narxini aytsak, narxi $85,000. Dalanimiz birimiz o'ng tarafda chap tomonda xonamiz bor. Kanalımızda yangi like esdan chiqmasin. Birimiz yana katyolumuz, rakoynamız. Şimdi katta oila, katta hovli-joy. O'ng tarafimizda mehmonxonamiz joylashgan ekan bu yerda. Uyg'oqlarimiz qo'yilgan bu yerda yana. 3-4lik gilamlarimiz. Fonda joyimiz, xullas ayrim sabablarga sotsak. Bo'lmasa joy sotqi dinamiz bo'lamiz. Tak, dalanam keng tushgan. Trezor zonamiz. O'ng tarafimizda bir yana bir xonamiz bu yerda. Beyin oynasi nergi tomona qaragan obunachilarimiz. Mulk egasi bilan bemalol bog'lanaverasizlar. Birinde koridor, bu tomonda yana bir xonamiz. Beyin oynasi yana dalana qaragan ekan. Birimizda yana bir xonamiz joylashgan ekan. Benim keng, ayaktalar polamiz 3'lik, 4'lik, 5'lik. Nodimiz müstehkem yağıştan kakılgan ekan. Yine sivetlerimizden balandligan bir 4'ten ziyad. Şunda buna çalanımız hemen göre tümen hakimiyet, Mevazor ko'chasi bilmedim adam özü yok. Birimiz yine deliz kısmımız. Yeniden oynası bak tamana qaragan ekan. Stenkamiz bor. Joylarimizni qo'yib o'tirgan ekan. Endi bog' qismini ko'rishingiz mumkin. Joyimiz podvollari bor. Bog'ga yetadigan bir koridor. O'ng tarafimizda emonchamiz joylashgan ekan. Bu tomonimizda esa rakoynamiz, restorimiz bor. Sanuzullarimiz ham kuzatishlari mumkin. Yine sanuzullarimiz obunachilar. Bu yerda unitazimiz, dush o'tilgan ekan. Oshxonamiz, gaz plitamiz, mo'ykamiz, xolodilnikimiz ham bor. Endi bog' tomonini e'tiboringizni havola qilsak, yine bog' tomonimizda yozgi hojatga, bu yerda kladopkalari, garajlari, bu yerda hayvonchalar ham bor ekan. Narxini olsangiz $85,000 mulk egasi bilan bemalol bog'lansa. Lokatsiya Mevazor ko'cha. Obunachilarimiz sog'likda, omonlikda görüşünce.